Assalomu alaykum Yurtboshlar. So'zlar mana mendan 5 yil oldin Jalol akada davolanib, asalariy nafas shifosini olib, yaxshi bo'lib, 5 yildan beri davolanmasam yana sal og'riq chiqdi, yana kelib mana. Hozir siz hozir licheniyani boshladingiz. Ozgina og'riqlar bo'lganligi sababli oldini olib qolaman deb xudo xolasa keldingiz mana. Bundan 5 yil oldin davolangan edingiz. U paytda kelganingizda ancha ozg'in edingiz. Necha kilo edingiz o'sha paytda? 54 kilo edim. 54 kilo. Yurolmas edingiz, o'tirish qiyin edi. Qo'llarda cheklovlar bor, oyoqda cheklovlar, qotishlar bor edi. Poliartrit kasalligi bilan kelgansizda. Ana shu paytda bizda 2 kursni oluvdingiz a? 2 kurs olib, keyin tiklanib ketgansiz. Mana shu paytgacha bezovtagarchilik bo'lmasdan yaxshi yurdingiz. Hozir mana ayollar ko'rsa qo'llarda sal bilinadi. Ha. Hozirda endi endi 5 yildan keyin hozirda sal bilinganligi uchun kelib yana davolanishni boshladingiz. Bugun 3-kuningizmi? Bugun 4-kuningiz a? Endi ana shu paytdan keyin oldin 5 yil oldin bizda davolanganingizdan keyin biror marta bir больницада yotib boshqa qilib davolandingizmi, davolanmadingizmi? 2 marta Andijonda, 2 marta Mashhadda yotib, sizlardan oldin yotib davolangan. Ha, yo'q. Bizga kelib 5 yil oldin kelib davolangansiz-ku, 2 kurs. Shundan keyin hozirgacha davolandingizmi? U bizga kelishdan oldin davolangansiz. Bu natija bo'lmagan, keyin kelib bizda 2 kursda yaxshi bo'lib ketgansiz. 2 marta yotdim. Menga to'g'risi unaqa bo'lmadi. Mana kelganda o'zidan ko'ruvdingiz, to'p namozimda o'tirolmas edim, mana yerdan unaqa divanda o'tirsa bo'ladi. Alloh shifo bersin. Ushalmas edi. Xudoga shu hozir men dalil hamma yo'q zo'r. Endi 5 yil bo'lgan bo'lsa ham eslayman sizni, qanaqa holatda kelganingizni. Haqiqatan og'ir holatda kelgan bu bemorimiz. Zo'rg'a chiqardim oyog'imni aqlimni. Hozir yaxshi. Hozir bemalol yuribsiz. Mana shu paytgacha yaxshi yurdingiz xudo xolasa. Faqat endi jinday og'riqlar Rossiyaga chiqyapman, mana 3 yildan beri ishlab yuribsiz. Ishlab, unaqa yo'q bo'lsa, agar sovuqdan ehtiyot bo'lib, mana hozir qo'llar normal. Agar bu paytgacha qiyshayib ketish kerak edi. Mana hozir Xudoga shukr yaxshi. Yo, sizga zo'r shifo bo'lgan ekan. Mana ushash, bunday piyalani ham kerak bo'lsa bunday qilib ushardim. Mana qo'l bunday bo'lmas edi. Qanaqa og'riyotgan bo'lsa odam tushunadi o'zi. Og'riq kechasi 5 ta 6 ta kupen ham ichgan kunlarim bo'lardi. Shunday kupen tabletka og'riq qoldiruvchi ichib yotardim. Qarang, Allohning bir mo'jizasida 2 kursda shu darajaga erishib ketgansiz. Alloh shifosini bersin. 70 kilo bo'ldi. 54 kilo edi kelganimda. Ko'rganlar qo'rqib ketardi odam. To'g'ri. Yaxshi, xursandmisiz axir? Juda xursandman. Shuning uchun mana keldim. Mana kelmaganimga afsuslanman. Shuning uchun 5 yildan beri kelmayapman. Endi 5 yildan beri bezovta bo'lmagansiz-da. Mana shu odam og'rimasa kelmas ekan, lekin Xudo xolasa har naqada kelib. Har yerda bir marta olib tursangiz, Xudo xolasa bo'ladi. Bu naqaja qo'rqadigan narsa emas, odamlar ko'rsa boshqa qiladi, lekin Yo, endi sizdan chiqarishgan maqsadimiz ham sizga o'xshagan oldingi 5 yillik oldingi holatingizga o'xshagan holatda bemorlar hali ko'p. Ko'pchilik ana shu betsilin qilib yurishibdi. Ukol dorilarni olib, pensillinlarni olishib. Men avval olganman shu. Ha, vaqt o'tkazdirib qo'yishyapti. Oxiri kasallik jiddiylashib ketgandan keyin oxirgi bosqichda kelishyapti-da. Ana o'shalarga tushuncha bo'ladi degan maqsadda sizlarni misol videoga olib chiqaramizda guruhimizga. Alloh shifo bersin ularga ham, faqat ularda ham tushuncha bo'ladi. Shunaqa sizlarga o'xshagan bemorlar qanaqa shifo topganini gapirib bersa, hozirgacha futbol ham o'ynayapmiz. Yaxshi, Alloh shifo bersin. Naqaja Futbol o'ynash tugul, siz yurishingizga ham qiynalardingiz-da o'zi. Zo'rg'a yurardingiz. Men suvda uyda ham, shu divanda o'tirib, choy ichib yana yotardim. Вообще yurish yomon qiyin edi. O'zi 50-20 metr naryoqda yo'limiz bo'lsa, ashaqam yarim soatda yurardim-da. Sinlardi o'sha lesinsa bordi, lesinsadan o'zi tushish bir yomon qiyin edi. Lesinsadan tushish o'zi azob edi. Alloh shifo bersin. Zo'r bo'lib ketibsiz. Lekin asalari yo'nalishi yaxshi ekan, mana shuncha ayollar bemalol oyoq вообще bunday qilolmas edi. Bemalol mana Rossiyaga chiqyapman 3 yil 4 yildan beri bemalol ishlab. Yaxshi. Rossiyaga chiqisham o'zi. Kelinglar mana shu yerda shifo olib ketasizlar. Alloh shifo bersin. Rahmat sizga ham. Salomat bo'ling, kasal bo'lmanglar. Xo'p.